Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana men hamma ayoqlarim to'g'risini aytsam kuchli bemor edim. Ayoqlarimga poliartrit bor edi, yurolmasdim, shishib ketgan edi. Men endi buni hech qachon yaxshi bo'lmaydi deb o'yladim. Endi mana o'tim yaxshi emasdi, ovqat hazm qilolmasdim. Ko'zim yaxshi emasdi, ko'zlarim yaxshi ko'rmasdi. Operatsiyaga borsammi deb o'ylab turgandim. To'g'risi endi doktorlar har xil maslahat berib, doktorlarni nimasini o'ylab, nima qilishni bilmay to'g'risi ikkilanib turgandim. Hamma yoqlarimga og'riq, oyoqlarimga, qo'llarimga, hamma yog'imga kuchli og'riq bordi. Yuragim qisardi, yotib yotolmasdim. Juda ham kuchli og'riq edi. Mana endi Xudoga shukr, mana shu Navoiy shahriga mana o'zimiz yashab bilmagan ekanimiz, Shuhratjon bor ekanlar, Fayziyev. Ana Xudoga shukr keldim, unaqa har xil maslahatlar qilib, bugun uni erta mana 3-seansda oldim, juda ham yaxshiman. O'zimni juda ham yengil his qilyapman, yurolmasdim, oyoqlarim og'ir edi juda ham. O'tirgan joyimdan tura olmasdim, bir nimalardan ushlab biror turg'izib qo'yaydi. Xudoga shukr, mana hozir juda ham yaxshiman, qushday yengilman. Ish qilolmasdim, ish qilib uyimga ana bemalol o'zimni o'zim eplab, hozir hammaga bolalarimga maslahat berib qo'ymay olib keldim ularni ham. Ana Xudoga shukr juda ham yaxshi. Mana yonimga qancha anovlar bo'lsa ham, ayollar bo'lsa ham bularga maslahat berib, kelinglar, mana davolaninglar deb aytyapman. Lekin endi dori ukoldan ko'ra bu o'zi hamma vrachlarning avlodidanman. Dori ukoldan ko'ra bu menga juda ham bir nima bo'ldi. Endi bu tabiatda bergan in'omi, bu eskidan ham rahmatlik otamlar aytadilar, bu o'g'riminan zuluk bizaga tabiatdan berilgan, bizani birinchi shifomiz shu deb aytadilar. Lekin qayerga borish kerak bilmasdim, uni o'g'riga qayerga davolanish kerak. Mana Xudoga shukr, shu yerga shaharga Shuhratjon bor ekanlar. Allohga shukr, mana juda ham yaxshi bo'lib ketdim, men minnatdorman. Sizlarga maslahat beraman.